$745 evaziga Umra safariga borishni istaysizlarmi? 14 kunlik Umra safarimiz bo'ladi. Hikmat Travel orqali o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyadan borishlaring mumkin. Bu qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun, agar sizlarda vizalaring bo'ladigan bo'lsa, $745 bo'ladi. Yo'q, men birinchi marta boryapman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, $845 dan bo'ladi. Xudo xolasa narxlarimiz atrofga qaraganda ancha arzon, narxlarimiz xudo xolasa tushgan sizlarni o'ylagan holda. Videoda boshidan bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysanlar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib shunaqa yangiliklarimiz chiqib borasizlar. Like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, endi Abdug'ofurga to'liq ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, narxlarimiz tushdi, $745 dan deb qo'ydim. Endi bittasidan aytib bering. Xo'p bo'ladi. Xo'p, kunlari va cheslovlari qachon ketiladi, qayerdan ketiladi? Shularni aytaylik birinchi obunachilarimizga. Bo'ladi aka. Xo'p, 21-dan boshlab 25-gacha Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz har kuni bor deyarli. Har kuni. Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha vizalaring bo'lsa $745, vizalaring yo'q bo'lsa $845. $845. Xo'p, 21-kuni 22, 23, 24, 25 har kuni bor deyarli. Har kuni bor. Xo'p, bemalol aloqaga chiqinglar, joylarini bo'ladi. Xo'p, bizga Toshkent uzaqlik qiladi. Biz Vodiydan bormoqchimiz deydiganlar uchun Farg'onadan 24-iyul kuni reysimiz bor. Buni ham narxi $845. Narxi bir bemalol aloqaga chiqinglar, joylarini bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa. Endi sharoitlaring qanaqa bo'ladi? Narxlar tushibdi deydiganlar uchun sharoitlarimiz o'sha. Madina Munavvarada 200-300 metr gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastinisamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushadi, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Zo'r. Endi 50 bosh xizmat qana bo'ladi deydiganlar uchun 50 boshimiz aeroportdan o'z billa borib, billa kelishadi iloji boricha. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik va vizalarni ham iloji boricha qo'llariga chiqarib beramiz. Qaytilayotganda 5 litr Samsung bonus sifatida qo'shib beramiz. Yana bitta bonuslar qo'shib beriladi, gap yo'q, zo'r. Sharoitlar eshitilar, xudo xolasa narximiz tushganda sharoitlarimiz o'zgarib qolgani yo'q, $950 sotayotgan paytimizda ham xuddi shu sharoitlar bo'lgandi, mana $845 dan sotayotgan paytimizda xuddi shu sharoitlar bo'lyapti, xudo xolasa. To'lovlarni onlayn ham amalga oshirsa bo'ladi, ofisga kelib ham to'lasa bo'ladi, demak. Ha, ukam, to'lovlarni amalga oshirish ofislarimiz manzillari 3 ta viloyatda bor respublikamizda. Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. Xo'p. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi ofislar deydiganlar uchun shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar, joylarini onlayn bron qilsalaring ham bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Menimcha hamma savollaringga javob oldilaring. Yo'q, menda qanaqadir savollar bo'ldi deydigan bo'lsalaring, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, xudo xolasa savollaringga javob olib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Yana bir marta qaytarib aytib qo'yaman, Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyadan xudo xolasa Umra safariga borishlaring mumkin. Bitta like bosib, videomizga Umra safariga bormoqchi bo'lgan tanishlaringizga bu videoni yuborib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha